Endi zamonaviy endokrinologiyada liposaksiya hamda bariatriya amaliyotsiz bir oyda 10 kilogramdan 15 kilogramgacha vazn tashlash imkoni bor. Bu preparat nomi haqida videoni oxirida aytib o'taman. Oxirigacha ko'rishni tavsiya qilaman. Bu preparatning birinchi foydasi ishtahani bloklashga yordam beradi va bu orqali organizmga ortiqcha kaloriya tushishini oldini oladi va sizni tez sifatli yog'lar hisobiga vazn tashlashga yordam beradi. Ikkinchi foydasi insulin sezuvchanlikni yaxshilaydi. Bu esa diabetlarda qo'l keladi, chunki diabet xavfi borlarda semiz insonlarda diabetni oldini oladi. Uchinchi foydasi qonda qand miqdorini nazorat qilishga yordam beradi. Bu esa aynan ikkinchi turi qandli diabet bilan og'riydigan bemorlar uchun juda ham qo'l keladi. Agar bu preparat to'g'ri qo'llanilsa va diyetalar qilinib, sportlar bilan muntazam shug'ullanilsa, sizda 15 kilogram bir oyda ketishi kafolatlangan. Bu preparat aniq tadqiqotlarga ega va o'z bemorlarimizni sinab ko'rganmiz, effektiv va ishonchli bo'lgani uchun ularda yaxshi ta'sir ko'rsatgan. Bu preparat nomi Ozempic. Buni bilishingiz albatta muhim. Bu preparat keng qo'llanayotgan bo'lsa ham, ba'zi bir qarshi ko'rsatmalar mavjud. Agar ushbu preparatni o'zida qo'llab ko'rmoqchi bo'lsangiz, albatta bizga murojaat qiling.